Bu video talabalar, uy bekalari qisqa qilib aytganda o'zini daromadidan qoniqmayotgan insonlar uchun. Sizda ham shu muammo bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring, foydali bo'ladi. Ushbu markazda talabalar, uy bekalari, xullas daromadidan qoniqmayotgan insonlar SMM, targeting, mobilografika kasblarini o'rganib, mo'maygina daromad topishlari mumkin. O'qishni bitirganingizdan so'ng sizga sertifikat beriladi va real loyihalar asosida amaliyot o'tasiz. Eng asosiysi sizga ishga joylashishingizga ham yordam berishar ekan. Rahmatulloh aka, Zamon reklama agentligi rahbari va Zamon akademiya asoschisi. Aka, meni obunachilarimga qanaqa yengilliklar bor? Xo'p, aka, siz obunachilaringizga nafaqat sizni, balki bizning ijod bo'rak obunachilarimizga ham kam ta'minlangan, nogironligi bor insonlar, ota-o'zi insonlar bo'lgan bo'lsa, mutlaqo bepulga o'qitib tayyorlab beramiz. Faqat hujjat asosida ushbu videoni shunaqa insonlarga borib qo'ysangiz bo'ladi. Endi siz obunachiga keladigan bo'lsak, bizga obuna bo'lgan insonlar orasidan ikkitasini tanlab olib, mutlaqo tekinga 500 dollarlik kursimizni taqdim etamiz. Ishga joylashishga ham yordam beramiz. Aka, buning shartlari qanaqa? Shartlari juda ham oddiy. Bizning ikkita sahifamiz bor. Masalan, o'zimni va akademiyamiz Instagram sahifasiga obuna bo'lgan bo'lish kerak va direktdan nima maqsadda SMM va target kasbini o'rganmoqchi. Batafsil maqsaddan yozib qoldirish kerak bo'ladi. Do'stlar, sizlar ham shunaqangi zamonaviy kasblarda mo'maygina daromad topmoqchi bo'lsangiz, albatta akamizga murojaat qilinglar va bu videoni barcha vodiylik, farg'onalik do'stlarga jo'natib qo'yinglar.